Kelin yo'g'ida kelinni xonasini kirib tutadigan qaynona qaynsingillarga nima deyman? To'g'risini aytsam, bu gapingizdan keyin o'ylab qoldim. Meni ham rosa yangi kelinlar xonasini tutgim keladi. Hamma narsasi yangi bo'ladi, nimalari bor ekan, voy deb ko'rgim keladi. O'ylab ko'rdim. Men ham kelin olsam ertaga xonasini bilmay tutib qo'ysam kerak. Keyin kelin sifatida gapiradigan bo'lsam, buni yomon tarafi yo'q. Bekitadigan narsam yo'q ekan xonamda. Endi ichki kiyimlar aytadigan bo'lsangiz, menda bor, qaynsinglimlar, qaynonamda ham bor. Agar pullaringizni bekitmoqchi bo'lsangiz, unda sumkangizga solib yuring. Yana bitta yaxshi yo'li bor. Xonangizni titirmaslik uchun uydan ketmang hech qayerga. Doim xonangizga qorovul bo'lib o'tiring. Keyin bir qilib, siz ham qaynonangiz bilan qaynsinglingiz yo'g'ida xonasini titib chiqing. Bo'ldi, bir. Buni yomon tarafi yo'q, tutaversin. Qaytanga zo'r narsalarni chiqarib qo'yib, maqtanib qo'ying. Xonangizdan narsa olib chiqib ketishmasa bo'ldi. Yomon tarafini ko'rmayman. Narslaringiz joyida tursa ko'raversin. Kelinni sarpasini kiyganda ko'r, sepini yoyganda ko'r degan.